Ana cho'qishini ko'ryapsizmi? Mana meni cho'qyapti ana. Ushlab oling. Qarg'amiz qochib ketdi. 14-fevral sevishganlar kuni ekan. Biz bugun Qoraqamish qush bozoriga kelganmiz. Qani yuring, hurmatli operator. Mana kirib kelinishi bu qush bozorimiz. Mana bu yoqda mana mushularga ko'zimiz tushadi. Zo'rlari-yu bu. Nech pul bu katta mushugimiz? 600 ming so'm ekan. Parodasi qanaqa? Shotlandskiy fold ekan mana. Gap yo'q. Yurishda davom etamiz. Raqam qoldirib qo'ying. 90lik 099 84 59. Murojaat qilaverasizlar. Yuring. Mana. Mushularni zo'rlari Go'zal opamda bo'ladi. Mushularni ko'rsating, mushular. Mushular. YouTube kanalimizga mana tasvirlarni ishlayapmiz, ha? Ko'rsating mushularni. Charchamadingizmi o'zingiz? Ha, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Mana zo'rlari bo'ladi opamda. Shotlandskiy Scotch Stripe 1,5 oylik, jinsi o'g'il bola, narxi 800 ming. 800 ming so'm, ha? 800 ming. Insofi bori, barakasi bor deyishadi-yu. $100, $150 so'ramaydilar. 800 ming so'm. Qani yana bormi? Mushu ishqibozlari uchun. Mana Shotlandskiy Scottish Fold. Daskalari to'g'ri bo'lgan, quloqlari yaxshi yotgan. Narxi 1 million, o'g'il bola jinsi. O'g'il bola. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali qiziqarli tasvirlarimiz oldinda. Agar kelmasin, Go'zal opa, salomat bo'ling. Xo'p. Mana qushlarimiz ko'rib turibsizlar. Bir-biridan zo'rlari, noyoblari. Mana. Yuraveramiz. Mana qo'lida ham o'ynatib turaveradi bu bolalar mana. Qo'lida o'rgangan qanaqalari bu? Valnisti, ha? Bahosi nechi pul? Bahosi 150 ming kelishtirib beramiz endi. Raqam ayting. 99lik 109 64 08. Ana. Qo'lga o'rgangan. Bunisi ham mana ajoyib ekan. Murojaat qilaverasizlar. Ishlarni ko'rdinglar. Assalomu alaykum. Qalay, charchamayapsizmi? Qanaqa qarg'a bu? Qarg'a bor, ana ko'k qarg'a. Shundan bor, ovolatda. 200 ming beraman. Qani ko'raylik. Yo'q. Akam yuzlarini olmang yaqindan. Mana bu qushni qarang. Mana shu qushni ham olib qo'ying. Nech pul bu qushimiz? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Nech pul bu? Bu aka $200 Razelli. Ha. Bo'ladigani. Bo'ladigan narx shunaqa aka. Men lori ketimiz bor, bunaqa tsvetni. Ke, lori ke. Men bunaqa tsvetni lori ketam bor. Bu $450 davomimiz. Bahosi $450 ekan. Qani murojaat qilaverasizlar. Raqam aytib keting. 93lik 869 4656. Ana. Gap yo'q. Murojaat qilaverasizlar. Bir-biridan zo'rlari bor. Qani ko'rsating qarg'ani. Qarg'a bozoriga chiqqan, tabiatga qaytarish uchun mana xarid qilmoqchimiz, lekin qanoti sinib qoldi. Bunaqa holatlarda nima qilsak bo'ladi? Buni qanoti qanchada o'ziga keladi? Siz bilmaysizmi aka taxminan? Qanaqa o'ziga kelishini bilmaymiz-ku, lekin biz harakat qildik buni tabiatga qaytarishga. Lekin tabiatga qo'yib yubordik, ucha olmadi. Shuni shu anaqasi bilan biz buni ozgina parvarishladik. Hozir bu baribir qo'yib yuborsak o'lib ketadi-da. Tabiatda o'lib qolishini bilgan holatda biz buni parvarishladik. Endi qanchada восстановление bo'ladi, bunisini bizning anaqamiz yo'q. Shu holat. Bilmaysiz. Shunga bir parvarishlashga imkoniyati bor odamga berish kerak bunaqa narsalarni. Mana. Biz buni olib ketamiz. Bizga hadya qilib yuboryaptilar. Biz buni parvarishini, hamma dorilarini, darmonlarini qilib, qanoti o'sishi bilan tabiatimizga qaytarib yuboramiz.
Bunaqa qushlar sizni ham qo'lingizga tushib qolsa, uy sharoitida boqmaslikni tavsiya qilamiz. Bu qushlar tabiat qushi. Bu korobkani ichida nima bor deb hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Korobkani ichida qarg'a bor, qarg'a. Mana hozir o'zining ishini mutaxassisi Akrom dodamning oldiga kelganman men. Doda, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tuzukmisiz? Yurkin. Baland. Bu qarg'ani mutaxassissiz deb bizga hadya qilishdi, tabiatga qo'yib yuborasiz deb. Hozir qo'yib yubora olmaymiz, qanoti sinib qolibdi. Ha, buni o'sha qanchada buni oling, ichini ko'ringlar. Qo'ling cho'qiydi yomon. Ana cho'qib oldi. Bu qarg'a emas, bu zag'zug'on. Yo'q, qani. Ola qarg'a ekan bu. Buni tabiatga qo'yib yuborish kerak. Org'alab qopti bu. Qo'llarini cho'qib oldi, qo'llarini. Mana. Qo'llarini cho'qib oldi qarg'a. Qattim voy. Orimayaptimi doda? Ana cho'qishini ko'ryapsizmi? Buni tabiatga qaytarib qo'yib yuborish kerak. Ko'payadi. Hozir doda Davolash kerak. Davolamasa qanoti singan ekan. qanchada bu qanoti o'ziga keladi doda? Qanoti 1 oydan keyin keladi. 1 oy bahorga yaqini. 1 oyga bahorga yaqin. Bu hozir nimalar yeydi doda qarg'a? Hamma narsa yeydi, bergan narsani. Go'shtlar yeydimi? Go'sht ham yeydi. Go'sht qurti yong'oq yeydi, tuxum yeydi, magiz yeydi, nima bersangiz yeydi. Parvarish qilib, Parvarish qilsa odamga tez o'rganadigan narsa. Buni qo'yib olish kerak iloj bo'lsa. qo'yib yubor. Qafasda boq bo'lmaydi. Ya boq bu qafasda boqsa bitmaydi bu. O'zi dalada yurib chiqib oladi. Hozir sovuq bo'lsa bo'lmay qoladi. Bahor paytida tez bitadi bu. Qadrdonlar, mana mutaxassis Akrom dodamdan tavsiyalarni oldik. Biz buni parvarishlab, qanoti o'sishini bir kutib turib, keyin tabiatimizga qo'yib yuboramiz. Qaytarib qo'yib yuborish kerak. Bu ko'payadi, kelajagi bor narsa. Bu 1 yil, 2 yil narsa emas, 300 yillab yashaydi bu qarg'a. Mana ko'rishingiz mumkin. Sal Mana. teparoq ko'rsating. Ana, Mana cho'qyapti ana. ana. Ushlab oling. Ushlab bering aka, endi bu qochib ketdi qarg'amiz. Qarg'amiz qochib ketdi. Mana ushlab oldilar. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling. E'zozlash kerak. Ha. Noyob qush. Tabiatda ko'payadi. Tabiatda doda. ko'payadi. Bu qancha umr ko'radi doda? Men eshitganim 300 yillab ko'radi deb eshitganman-da. Eskilardan. Hozir bu ucha olmadi, tasvirlarini ham ko'rdik. Hozir bu ucha olmadi, bu kasal. Yarimjon bo'lib qolgan, qanoti singan. Bunga parvarish kerak. Xonadonda 5-10 kun boqib, keyin dalaga olib chiqib qo'yib yuborsa uchib ketadi. Qo'lingiz ham qonatib yoribdi-yu, qo'llarini qarang, cho'qib. Voy, doda. Qo'llaringiz cho'qib qonatib tashabdi bu qarg'a. Endi qanotadi. Hali yovvoyi-da bu, o'rganadi, odamga o'rganadi. Uyda boqmaslikni tavsiya qilaman, qadrdonlar. Uyda boqmanglar buni, ko'paytirmanglar. Ehtiyot bo'ling, cho'qyapti. Nima bersangiz o'rganadi. Mana hozir uzum berdim, yana uzum beraman mana. Qani? Yong'oq beraman, yong'oq berish kerak. Yong'oqni yaxshi cho'qib yeydi. Ana, uzum yedi. Yana bittasi qoldi. Bo'ladi bitta, bo'ladi. Keling. Hamma Muhiddinga ikkitasini ber, ikkitasini o'zing yeysan. Muhiddinga ikkitasini ber. Soni. Ikkitasini o'zingga. Yopib bering buni. Chiqdi-yu, shinshillani mana ajala chiqdi. Voh, onayni bu necha kilo? Bu vasha har doimgidan ham katta-yu bu gigan. Gap yo'q. 10 kilo bormi aka bu? Ko'sta emas mana, flander, shinshilli. Bu qanaqa baho? Rosta gazami. Bahosi nech pul buni aka? 300 dollarmi? Obunachilarga nech pul qilib berasiz? Qulog'ini qarang. Qancha? Mana qarang qulog'ini. Qulog'i necha santimetr buni?
23 zo'ragan. Ko'p flanderchilar 22, 23, 24 ni oladi mana. Raqamlarni aytib ketaylik akammi? Raqamingizni qoldirib ketinglar. Necha nomeringiz, aka? Xo'p, 8lik. 013 2282 ko'rmasam ham katta qafas salkam to'ldirib turibdi akalar. Endi ukam kel buni nimada boqadi deydiganlarga mana bularni mamlaqa karnushkalari ham bor. Mana quyonlar uchun moslashilgan. Buni mana bunaqa uzunchoq detskilari ham bor. Doda buni narxi nech pul? 15 mingdan. Ko'proq oladiganlarga nech pul? Kelishtirib qilib berishar ekan. Xudo xolasa Qoraqamish qush bozori shundoq Glavniy xotdan kelib 10 ga qayilsanglar, okamiz o'tiradilar mana. Har xillaridan qilib beraveradilar. Qilaverasizlar. Xudo xolasa. Kerak. Olamiz buni. Olamiz. Keyin mana bunaqa flanderni bolalaridan yo'qmi deydiganlarga olib keling operator. Mana. Mana bu yoqda okamiz Agutti. Bu yoq ham akam Mana. jonlarni ko'rmaymizmi? Akajon. Aguttisi hozir hamma ma'mulaga qiziqib turibdi. Birinchi shuni ko'rsatib o'taylik. Hozir yo'qlarni ham ko'rsatamiz. Aka, bularning bahosi nech pul? Bular bahosini 250 dollar so'raymiz Jupiga. Ota-onasi necha kilo, uxalari nechi? 9,5 kilo ota-onasi, 24,5 ga 25 uxa. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizlar urg'ochimi bu? Bu urg'ochi, bu erkak. Bu 2 oylik, bu 50 kunlik. G'ayrat aka. labbe. Flander, belgiyskiy flander. Menga ko'p quyonlardan hadya qilgansiz. Xo'p, Sizda bunaqasi yo'q-a? hozir yo'q menda. Shunaqasi bo'lganda bitta hadya qiling demoqchi edim. Sizga bunaqasi bo'lsa har doim hadya qilib yuboramiz. Inshaalloh aka, bizga obunachilar chiqsa, nech pul qilib berasiz? 220 dollar. Murodjon ukam ham quyonga qiziqib qolgan. Nech pul qilib berasiz shu bolaga? Murodjongami? Ha. Ko'p reklamalar olgan. Bizda dehqonchiligi Murodjonga mayli bitta hadya qilib yuboramiz. Gap bo'lishi mumkin emas mana 5. Okalar ukalar nimaga hadya qilinganini sababi ham bor. Mana shu ukamiz quyonchiligiga juda katta hissa qo'shib, juda ko'p reklamalarning orqasidan ancha-muncha mana quyon sotganlar uchun saxiylik qilib mana bittasini hadya qilib yubordilar. Mana mashina o'zi 100-150 dollar turadi okalar. Uncha-munchasi hadya qila olmaydi. Odamlar Gap yo'q. Bugun hadyalarga boy kun bo'ldi. Buni korobkaga solib ketamizmi desam, mana quyonchi Husan akam mashinani bizga hadya qilib yubordilar. Shuhrat aka, bu endi boqsam bo'ladimi endi? Yo'q, bu endi boqib olmaydi. Uyingizgacha olib borsangiz bo'ladi. Lekin bu flanderlarni xalqaro joyda iloji boricha tagiga mana bunaqa somonlar solib, opilkalar solib boqqan ma'qul. Bunda boqadigan bo'lsa 2-3 oy qolib kelsa kilitgan bizik chiqib ketadi. Ana bizik chiqib ketar ekan. O'zini illarini mana akam yordamlashaman, uyingizga borib yasashib yuboraman deyaptilar. Gap yo'q. Katta. quyonni qo'yi. Ana. Necha kilogacha bu semiradi? Qanday bo'ladi? Onasi 9,5 kilo hozir. Ha? Рабочий весda biz 8,5 kiloga tushirib ishlatamiz. 8,5 kilo, ha? Bu hozir necha oylik? Bu 2 oylik bu. 2 oylik, ha? 2 oylik, vesi 2 kilo 200, uxasi 18,5-19 atrofida. Necha oydan keyin men buni erkak qo'shsam bo'ladi? Xudo xolasa buni 8 oydan keyin ishlatishga tayyor bo'ladi. 8 oydan keyin, ha? Yana xudo xolasa 6 oy boqasiz. 6 oy, ha? 6 oydan keyin ishlaydi inshaalloh. Mana ajoyib ma'lumotlarni berib ketdilar. Bu videoni quyonga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Xolamda zo'r Kaliforniyalar bor ekan, mana. Mana voy, men pigmentatsiyalarini qaranglar buni mana. Voy ko'z tegmadi. Voy mana toza Kaliforniyalar ekan, rostakasi mana aldamayaptilar xolamda. Har qatdan zo'rlarini yig'ib qo'yibdilar. Xola bularning narxi nech pul? 250 dan beraman. Bular nechta urg'ochi, nechta erkak? 7 mana hozir 5 tasi urg'ochi. Aha. Oyi menimcha bir 4 oylik bo'lib qolganga o'xshayapti, salkam tayyor. 3 oylik, 3 oyligiga zo'r boqib qo'yishibdi mana obunachilar. Mana pigmentlarini qaranglar bularni. Bu go'sht yo'nalishidagi Kaliforniya quyoni hisoblanadi. Nech pul qilib berasiz obunachilarga? Bo'ldi. Ha, kelishdim qilib beraman. Ana. Zo'r. Raqamingizni aytib yuboring. 93 551 72 88. Joningiz sog' bo'lsin, bozoringizni bersin. Mana Mamatda mana akamizda Burgun mana go'sht yo'nalishiga mana Burgunskiy go'sht yo'nalishini chempioni hisoblanadi. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Buni bahosi nech pul? Burgunskiy. 700 ming urg'ochimi erkakmi? Nech pul bo'ladigani? 650, undan kamiga yo'qmi obunachilar chiqib qolishsa? Bu nechta tug'gan? Endi ishlaydi, qochirilmaganmi hali? Necha nomeringiz?
815 60 74. Murojaat qilaverasizlar. Mana bu yoqda mana go'sht yo'nalishiga boqiladigan quyonlar. Mana bu yoqda yana hammasi go'sht yo'nalishini quyonlari. Assalomu alaykum, Xolmay aka. Nech pul bo'lyapti bu? Bu nima bu? Zoti. Pelikanlar. Yo'q. Pelikan emas, bu kikol. Mana Paltavskiy seri bu. Ana. Bular mana o'zimizning eski babichka quyonlardan go'sht yo'nalishiga boqiladigan. Mana xikolli bolalari. Bular mana o'zimizning jaydarilar. Bahosi nech pul bo'ladi narxini olsa? 200 dan. Azgina kelishadigan joyi bor. Azgina kelishadigan joyi bor. Raqamingizni aytib yuboring. 93 292 25 89. Bozoringizni bersin. Mana bu yoqda mana bolajonlarga mana hamiyaklar, tashbaqalar ham chiqqan ekan mana. Bolajonlar shunday video qilib olaylik. Mana. Ana barabarni aylantirib o'tganlarini ko'rsatib qo'ying mana, ana. Да, это блогер. Почем вот эти вот? Сколько стоит? Хорошо, kameraga gapirmas ekanlar, o'zimni quloqimga yetar ekanlar, sekin. Sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Xudo xolasa mana bozor avjida. U yoqlar endi qush taraflarga hali o'tmadik, xavandalarga. Mana bu yoqda burgunski ham bor ekan xolamda. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Videoga oldi, olganda bu ham tushdi. Xudo xolasa telefon qilishadi. Xudo xolasa mana. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziqarli video tasvirlar Chorva Mix sahifasida bo'ladi, qadrdonlar. Sog' bo'linglar.